Aka 10.000 kilometrdan ko'p yurdik inshaalloh. Alloh alam. Bir necha marta yurishimizga qaramasdan millionlab hasharotlar kushandasi bo'ldi aka bu. Bugun ajal yetganda bo'lgan. Bugun bu mashinalar bilan xayrlashamiz, kemaga ortamiz. Aka, sizda jahli chiqqanini odamlar oldin ko'rmagan ekan, menga yozishdi. Ha? Abdurahmonga jahli yomon odam bo'lib qolar ekan. Nimaga? Kecha jahl qildingiz. Ha. O'shanga. Jahlim chiqsa jim bo'lib qolaman. Azizlar, biz Belgiyaga va nihoyat yetib keldik. Zeebrugge shahriga. Narigi tomonimizda Shimoliy dengiz. Va bugun mashinalarni topshiramiz. Mashinalarimiz abjad chiqyapti. Duoda bo'linglar, inshaalloh mashinalarni topshirib, Amerikaga borgandagina mashinalarni qabul qilib olamiz. Xudo xolasa. Hammadan kech chiqadigan Ibrohim.